ikki turga bo'linadi. Feedback o'sha bunday olganda yaxshi va yomon feedback deydigan bo'lsa, lekin o'sha konstruktiv feedbackning o'zi ikki turga bo'linadi. Bu shaxsga qaratilgan feedback. Ikkinchisi esa vazifaga qaratilgan feedback. Misol uchun biz feedback berayotgan vaqtda biz o'quvchi bo'ldik. Buni biz nima qilyapmiz? Maqtayapmiz, motivatsiya beryapmiz. O'sha ikki xil usul. Shaxsga qaratilgan va vazifaga qaratilgan. Shaxsga qaratilgan qanday bo'ladi? O'quvchini maqtayotgan vaqtimizda egoizm cho'yib ketadi. Ya'ni men qanday kuchayib ketishim. Ikkinchisi esa vazifaga qaratilgan feedback. Vazifaga qaratilgan feedbackda masalan o'quvchilarga aytishimiz mumkin. Mana de, sen mana bu masalani ishlab, sen hech kim ishlamagan joyda sen ishlab bera olding. Yoki ko'plar aytadi. Masalan, men o'zim dadam o'qituvchi bo'lgan vaqtimda har doim yurgan vaqtimda qayda biror marta hayot surib salom berib o'tib ketsam, "Ey, sening dadang o'qituvchi." Shunga mos. Bu qaysi fikrda o'ylaysiz? Shaxsiy fikrda. Shaxsiy feedback, vazifa qaratilgan feedback. Qaysi biri? Shaxsiy feedback. Ya'ni kimgadir nisbatan olyapti. Bu eng katta kamchiliklardan bittasi. Qaratib o'tish kerak. Buni noto'g'ri joyi yo'q. Faqat to'g'ri ma'noda qarash kerak. Misol uchun, sening dadang o'qituvchi. O'quvchilarga nisbatan berilsa bo'ladi. Masalan, biror bir o'quvchiga qarab, sen o'zing nimasi, tartib intizoring juda yaxshi, sen aqlli bolasan, shu yo'nalishda qaratilsa, bu shaxsga yo'naltirilgan. Vazifaga yo'naltirilsa, sening dars nimalaring yaxshi, masalan, matematikadan juda yaxshi bilasan. Vazifani o'z vaqtida bajarasan, shu maqsaddan esa vazifaga yo'naltirilgan degan Dostlar, hozirga qaraymiz. Bu yerda Audio Jungle.